Xo'p, xodim portretini tushuntirishimiz kerak. Xodim misol uchun aytaylik, marketolog qidirmoqchimiz. Xo'p, bu qanaqa odam bo'lishi kerak? Nomzodlar. Misol uchun aytaylik, 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lishi kerak. Tajribasi, misol uchun bizda aytaylik, bo'lsa yaxshi, bo'lmasa zararli emas, noldan o'zimiz o'rgatib olamiz. Misol aytaylik, bizda mana shunaqa. Xodimni aytaylik, biz hammasini o'zimiz noldan o'rgatamiz. Shunaqa asosan o'z standartlari bo'lishi kerak. Masalan, siz marketolog olasiz yoki qanaqadir standartlarga javob berish kerak, brendingni qilish kerak yoki montajdan SMMdan chiqib kelgan bo'lishi kerak. Shunaqa oddiy ishlar mumkin. Biz aytaylik, noldan o'zimiz tayyorlaymiz. Xo'p, keyingisi ish shartlari. Ish shartlari qanaqa? Misol uchun bizada oldindan kelishuv olish kerak, bo'lmasa o'shandan keyin mojaro boshlanadi. Xo'p, ish shartlari, ish haqisi aylanmadan 10% beramiz. Fiskal oylik mavjud emas deb oldin aytamiz. Nima degan o'shandan keyin mojarolar boshlanadi. Oylik masala oldin boshida kelishuv olaylik. Ish vaqti 8-dan 6gacha. 8-dan 6gacha qanaqa? Offlayn ham ishlasa bo'ladi, bizda onlayn ham. Asosiy ish qilib bersa bo'ladi. Bizda shunaqaroq. Asosiysi kelib, lekin ishlaydigan ishlari ko'p. Xo'p, qayerda ishlaysiz? Ya'ni offlaynmi, misol uchun offlaynmi degan savollar bo'ladi. Mana misol uchun manzilni yozib qo'ysangiz, sizlar e'lon berayotganingizda konkret offlayn yoki onlayn deb qo'yinglar. Mana shu joyda onlayn yoki offlayn ishlaymiz desanglar, yaxshiroq bo'ladi. Manzil ishlash turi misol uchun offlayn, ofisda ishlash. Biz offlaynda aytaylik, anaqa aytayotgan ekanmiz. Siz oladigan narsa, ya'ni xodimga nima beryapsizlar? Qanchalik xodimga aytaylik, noldan shu o'zining darajasidan olib chiqadigan bo'lsa, uni ushlab qolish koeffitsient balandroq bo'ladi. O'sish imkoniyati. Biz o'zimiz aytaylik, marketologlar o'zimiz o'rgatamiz, o'zimiz nima xohlayotganimizni tushuntiramiz. Misol uchun aytaylik, bizda bitta marketolog to'g'ri 10 kunlik dasturimiz o'zi bor, boshqaruvlar uchun 10 kun o'tgandan 11-kundan keyin tayyorlanadi. Lekin asosan yo'laki 365 kunlik o'zini marketolog bo'lish uchun topshiriqlar bor. O'tib topshiriladi. O'shandan keyin marketolog bo'ladi. Nima deganda, asosan marketolog brending bilan ishlashi kerak. Ya'ni brend bilan ishlagandan keyin uni ishlari ko'p bo'ladi asosan. Qatlarga reklama qo'yish kerak. Odamlarni miyasiga sindirish kerak bo'ladi. Shuning uchun uniki ishi ko'proq. Amaliy tajriba. Amaliy tajriba yana biz beramiz. Uni xatolariga biz to'g'ri beramiz. Xatolari bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa, biz o'zimiz to'lashimiz kerak bo'ladi. Kuchli jamoaga, ya'ni kuchli jamoa degani yonidagi xodimlari kuchliroq bo'ladi ancha. Yoki o'zimiz hammasini noldan yasa olamiz. Nima degani, o'zimiz moliyani, marketing, sotuv, o'quv bo'limi va HRni o'zimizdan nima xohlayotganimiz, qaysi bo'limni xohlaymiz, o'sha narsani oldin beramiz. Mana senga mana shu narsa, keyin mana shu narsani berishni o'rgatamiz. Ilm o'rgatiladi, keyin qabul qilinadi. Marketing noldan o'rgatish. Marketing sohasiga qiziqsa bo'ldi bizga. Misol uchun, sotuv bo'lishi, HR bo'lishi mumkin, filial boshqaruviga bo'lishi mumkin. Umuman hamma narsani bizda misol noldan. Aslida o'zingiz standart qo'yishlar mumkin, mana bunaqa darajada bo'lsin, bunaqa bo'lsin, lekin koeffitsient o'sha qolishi valonkasi bo'ladi baribir. Aytaylik, 100 tasi keldi, aytaylik 20 tasi ketishi mumkin, probniga, ya'ni sizlar bilan rezyumega o'tirishi mumkin, rezyum jo'natgan bo'lishi mumkin 80 tasi. Keyin rekruting bo'lishi mumkin 50 ta yo'qda. Rekrutingdan keyin rekruting bo'lgandan keyin aytaylik 30 ta ushlab qolish mumkin. 100 tadan misol uchun 30 tasi kelgan bo'lsa, 30% konversiya bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, siz aynan bizga mos bo'lsangiz, ya'ni bizda o'zimizda soft skill bor. Soft skillga, ya'ni mas'uliyatli, vaqtda aytilgan narsani vaqtida bajarish kerak. Birinchi o'rinda hamma bo'limda shunaqa. Biz umumiy qilib aytganmiz, hamma prosta marketolog sifatida aytamiz. Bu sotuv bo'lishi ham mumkin, o'qituvchilar ham bo'lishi mumkin, moliyachi ham bo'lishi mumkin. Hammasi shunaqa. Bitta qilib o'tamiz, ya'ni mas'uliyatli. Bitta narsani rejani oldimi, maqsadni oldimi, shuni bajarib berish kerak. Keyin faol bo'lish kerak. Ya'ni hamma bilan dikivolk bo'lish kerak emas, qo'pol qilib aytganda, yoki dikivolk qanaqa bo'ladi? Hamma nimadir qilaman desa, bitta chekda turadigan odam bo'lmasligi kerak, qo'shilib faol bo'lish kerak. Natijaga intiluvchan. Ya'ni konkretnik o'zimiz
kutayotgan ajdanalarimiz bor. Misol uchun aytaylik, $60 bilan $60 aytaylik, target yoqdik. 90 talik marketingni kutib qolamiz. 45 ta probniyni sotuvdan kutib qolamiz. 45 ta probniydan 9 ta sotuv o'quv bo'limidan kutamiz. Endi shu hammani boshqaradigan ish HR bo'ladi. HR asosan tepasida boshqarib turadi. O'sha boshqaruvchilarni biz o'zi asosan tanlaymiz. O'rganishga keyin tayyor. O'rganishga, ya'ni o'zini ustida ishlaydigan odamlar bilan biz tezroq chiqamiz, tezroq o'stirib beramiz. Xo'p. Keyingisi javobimizga qo'shiling deb Telegram endi anaqa ma'nolarni berib qo'yamiz. Xo'p, nima savollar bo'lishi mumkin yana? O'shandan keyin aytib qo'y, mana shu xodim portretidan kelib chiqib e'lonlar berishingiz to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun 18 yoshdan 40 yoshgacha aytaylik. Mana bunaqa odam bo'lsin, mana bunaqa jinsi bo'lsin. Shunaqa bo'lsa har bittasini yozib chiqasizlar-da, keyin e'lon berganingiz yaxshiroq. Mana bu narsa, prosta bu sizlarga bitta nimasi bo'ladi? Andaza deydi-ku. Namuna sizlarga. Xo'p, qanaqadir savollar bormi o'zingizlarda? Xo'p, bu narsa kadrlarni ya'ni topish uchun edi. Endi keyingi qadamimizda EGM ni